Doğrusular qulluq bo'lsa endi. Rahmat Ushaxon, tan joningiz sog' bo'lsin. Yashanglar. Yo'qlar. Bo'lsa bir pata beringchi bizga endi. Ilohim amin. Ey Allohim, o'zing borsan, o'zing haqsan. Mana shu darvozalar qilgan insonlar ham umum maqsad murodini Alloh bersin. Zamonimiz tinch bo'lsin. Amin. Mana shu darvozani doim yaxshi ilmada ochib, yaxshi ilmada yopaylik. Umum maqsad murodlaringni Alloh bersin avvalo. Amin. Bunaqa darvozalar ko'payaversin, ishlaring, qo'llaring yengil bo'lsin. Mana biz qadam bosdik, Saudiya Arabistoniga sizlarga nasib qilsin. Qayta nasib qilsin, havas qilganlar yetsin. Yurtimiz tinch osoyishta bo'lsin, yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev oilalar bilan tinch bo'lsinlar, nima maqsad murodlari bo'lsa Xudo bersin. Hammamiz mana referendum yaqin ekan, bu referendum ham yaxshi o'tsin, yaxshilik bilan o'tsin. Hammamiz sog'-omon bo'laylik. Mana uzoqda ishlashyapti. O'sha musofirsizda ishlayotganlar ham sog' salomat, omon eson ishda yursin. Yaxshilik kunlar bo'laversin. Qo'llaring yengil bo'lib, xalq xizmatida bo'linglar. Hammamiz ham sog'-omon bo'laylik. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Sallallohu alayhi sayyidina Muhammadin va olihi va ashabiga ajmain bi rahmatika. Qadamlaringga hasanat bergan qo'llaringga rozi bo'lasiz. Rahmat. Qo'llaringga rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yoshlarga